Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Black MC kanali va qarshingizda Humoyun. Do'stlar, bugun biz One Chunk videosining ikkinchi qismi, ya'ni davomini olamiz. O'tgan safar nosozliklar sabab video o'chib qolgani uchun barchangizdan uzr so'rab qolaman. U paytlarda men anchagina rivojlanishga ham ulgurgan edim, ammo qandaydir xatoliklar sabab u joylar o'chib ketibdi. Mana men nimalar qildim do'stlar. Xo'p, gap ko'p cho'zmasdan videoni boshladik. Xo'p, do'stlar, ana endi bizning bu yerda ikkita qishloqimiz bor. Mana bu yerda moblarimiz ham bor edi. Ular pastga tushib ketganmi, bilmayman. Va biz tubigacha tushishga buyurdi. Pastgacha tushishga harakat qilamiz. Bizlarda ovqat kerak emas, ovqatimiz cheksiz. Hop. Va bu yerda biz ancha narsa olishimiz mumkin. Mana ovqatlar va boshqa narsalar. Albatta men bu yerda temir kavlaydigan edim. Yoritib qo'yamiz. Oba, bilardim. Bu yerda suv bor. Suvni qandaydir qilib bekitishimiz kerak. Mana bundan olib turamiz. Suv jonga tegib ketdi. Qachon qarama suv. Hey! Suvni agar temir paqir ham yasab olishim kerak. Bo'ldi, temir paqir yasab suvni olamiz. Keyin suvni umrbodga yo'q qilib yuboramiz. Shu paytga yomg'ir yog'ardi. Sheyderni deb yomg'ir ham kulrang yog'yapti. Va ha. Endi bu yerda paqir yasab olamiz. Bizga bormi deb ko'raylikchi. Yo'q, albatta paqirim yo'q. Nega? Desam yo'q, yasamaganman. Va bizning oliy maqsadimiz bor. Bu ham bo'lsa Nizerga borishdir, lekin undan oldin mana bu qurolni yasash. 9 atak, 9 atak. Nizerga qilish 8, bu 9. Endi buni sehrlashim kerak. Yo'q. Tasavvur qilyapsizlarmi, do'stlar? Hoppa. Qurollar bor. Mana shunga sehrlashimiz kerak, do'stlar. Ketdik. Suvni olib kelik. Mana shu suv bir asabimiz ketdi borku. Hop, bo'ldi. Suvni olamiz. Qayda suv olamiz? Hoppa. Bo'ldi. Endi chiqsak bo'ladi. Endi bu yerda yopishimiz kerak. Hoppa, ana suvni ham oldik. Ana endi tepaga chiqamiz. Bitta suv albatta yetmaydi, lekin men suvni yana yomg'irdan suv olishni do'stlar, bilasizlarmi? Minecraftda shunaqa qonun bor. Yomg'irdan suv oltiradi. Ko'plar buni biladi, ko'plar esa bilmaydi. Bilmaganlar uchun o'rgatib ketaman. Mana bu uskunani yasaysiz va qo'yasiz. Bunga suv yig'ilib turadi. Undan bo'lsa suvni olasiz to'la bo'lgandan keyin. Albatta. Yana suv olib kelamiz. Suv yo'q hech qachon. Endi ikkinchi suvni ham olishimiz kerak. Bu yerda suv bo'lmaydimi? Qanday vijdonsizlik. Bu yoqda suv olib kelamiz. Bo'ldi. Hop, xabarlar kelib o'tibdi. O'chirib tashlaymiz va ketdik. Va mana cheksiz suvimiz bo'ldi bizlarni. Xo'p, bu yerda baliq tutsak ham bo'ladi. Qishloqqa bunaqa o't. Unda narsa sotib olsam bo'ladi. Yoki bizlarda qo'ylar ham o'lib ketgan. Lekin hozir do'stlar, 1 minut. Do'stlar, bo'ldi, mana keldim. Endi xo'p, qornimiz ham och qolibdi. Non yeb olsak juda ham yaxshi bo'lardi. Non emas, mayli kartoshka yeb turamiz. Hop. Biz judayam pastga tushishimiz kerak. Judayam pastga. Va biz albatta aynan yo'l tanlaganman do'stlar men. Bilganlaringizdek. Va yana suv. Nega axir?
yog'och, ayniqsa blok olsam, bu yerda bloklar juda ham ko'p. Va bizlarda ko'mir ham muammosi boshlandi. Albatta ko'mir muammosi, shunga mashalalar yasashim kerak. Undan hozir do'stlar, mana bo'ldi do'stlar. Biz pastga tushishga to'liqligicha tayyormiz. Faqat shu o'zimga bolta yasamaganim pand beryapti-da. Qaysi xatolarim uchun ham bolta yasamadim. Pastda bizni lava kutib turmagan bo'lsa bo'ldi. Chunki ko'rganlaringizdek bu yerda lava ham bor. Hoppa, sindi. Bizni pastda temirlar kutib turadi. Yana suvga duch kelamiz. Va bu yer yopiq degan umiddaman. Va bir tomon ochilgan. Hamma bo'ldi. Hatto to'g'rilandi va pastga tushamiz. Hop, endi bu tarafga. Bunday ham sindirib olamiz. Mashalalarni qo'yib chiqamiz. Va yana ham pastroqqa tushishga harakat qilyapmiz bizlar. Oho, toshqin bo'lib ketdi-yu bu yoq, ha? Mayli. Mashala ham o'chib qolibdi. O'rniga boshqasini qo'yib qo'yamiz. Oho, bu anavlar qachon paydo bo'lgandi? Paydo bo'lgan bo'lmaydimi bu? Nima edi? Shuni nomi? Bo'ldi, do'stlar, gubka. Menimcha shunday deyiladi. Yana ham bilmadim. Bilganlar kommentariyaga yozib ketinglar. Do'stlar, nima bu? Gubka deyapman men, yana ham bilmadik. Hoppa, buni sindiramiz. Sindiramiz. Buni ham. Oho, oltinni alohida sindiramiz deb turgan joyimda pachoq bo'ldi hammasi. Sliz. Eng tez sinadigan blok o'zi sliz. Yaxshi. Tushamiz. Bir qavat kavlash esdan chiqib ketibdi. Yana shunday. Yana buni sindirishga to'g'ri keladi. Men nimalar qilyapman? Qaysi ayibim? Hop, pastga tushsak, pastga tushamiz. Bularni olish kerak. Yo'q. Hech bo'lmaganda kamon yasaymiz. Kamon kerak. Almas chiqsa zo'r bo'lardi-da, to'g'rimi? To'g'ri. Obunachilar kommentariyaga yozib qo'ying. Almas qachon chiqadi? Lekin hozir chiqaran qasib ko'rsak. Chiqib bo'lsa. Izimrud. Endi savdolashsak bular qishloqlarda. Bu yer ham qorong'ilashib ketdi. Opa, yaxshi. Pastga tushishda buni sindiramiz. Hamda buni ham. Yaxshi do'stlar. Do'stlar, yaqin kelajakdami bilmadim, video chiqadi yangi. Menga g'oyalar yetarlicha. Xuddi Minecraft haqida yangi videolar chiqadi. Men endi yozgi ta'til bo'lgani bilan o'qishim bor. To'garakka boraman. Shu sababdan ham videolarni kam chiqaryapman. Bir tarafdan ham montaji ham juda ham qiyin bo'lib ketyapti-da do'stlar. Endi tushunasizlar. Bizam suv qaydan oqayapti? Bilmadim do'stlar. Suv qayerdandir oqib keldi-da. O'tib olsak, Lekin menga izimrud kerak-da ko'proq. Sehrlashtiruvchi uchun albatta lapis lazuli. Shunday deylardi, anchada beri mikrofonda bo'lman. Lapis lazuli, to'g'ri. Do'stlar, sizlarga yana bir savolim bor edi. Sizlar kimni tanlaysizlar? Technoblade yoki Dream? Kommentariyada yozib qo'yinglar. Ikkalasi ham Minecraft qirollaridan biri.
Opa, bularni tushuntiramiz kommentariya. Endi agar bu videoni orqasidan menga naq 5 ta obunachi kelsa, men buni davomini chiqaraman. Ya'ni mayli 3 ta obunachi, qachonki 80 ta bo'lsak, 3-qism chiqadi do'stlar. Albatta. Bu safar texnik nosozliklar bo'lmaydi degan umiddaman. Bu yo'l ham qorong'u bo'lib ketdi. Mayli. Miskinim har doimgidek yaxshi. Har doimgidek. Ya'ni profilga moslab qo'yganman. Yaxshi. Opa, bo'ldi. Tepaga chiqamanmi yo pastga? Mayli. Tikkalarga olmos chiqqancha. Lekin bularni ham olishim kerak. Izmirliklarni ayniqsa. Hop. Hop. Yaxshi. Agar kimga shunday modlar kerak bo'lsa, men sizlarga Mohirchik kanalini tavsiya qilib qolaman. Mohirchik Telegram kanali. O'tinglar, xuddi shunday. Albatta, xuddi shunday modlarni yuklanglar, olinglar va maza qilib o'ynanglar. Bu reklama emas edi. Hop. Va bo'ldi. Endi bu tarafga ham qashlab chiqaman. Ochilib qoldi. Hop. Hop do'stlar, men videoni to'xtatgan holda sizlar zerikmaslik uchun kavladim va yana kavladim, lekin men pastga kavlaganim yo'q. Va mana men nima topdim. Almas hali ham chiqqani yo'q menimcha. Va mana do'stlar, shuncha narsa qilib tashladim va bularni sandiqlarni ham o'zgartirdim, joylarini. Tepaga chiqib olsak, bu yo'l aylanma yo'l deb ataladi. Mana. Endi bitta shu sandiq qoldi. Opa. Bu menimcha bu sandiq unchami. Tepada sandiq qo'yish emas. Pastdagi mana bu ikkalasiga yetdi. Ya'ni ularni men bloklarga aylantirib oldim. Ko'p joy olmaslikga uchun. Bu daraxtlarni ham ekamiz hali. Xavotir olmasin. Kelasi qismlarda albatta qachonki kanalimda 80 ta obunachi bo'lsa, men yangi videoni chiqaraman. Mana bu yaqinda do'stlar kutib qolinglar yangi video. 80 ta bo'lsa, buni 3-qismini chiqaraman. Barchangizga xayr do'stlar. Sog' omon bo'linglar. Kelasi qismlarda ko'rishguncha men sizlar bilan xayrlashmayman. Balkim ko'rishguncha deb qolaman do'stlar. Kelasi qismlarda yana biz maqsadimiz pastgacha tushish bo'ladi. Pastda nima borligiga juda ham qiziqayapman. Menimcha pastda albatta portal bo'lsa kerak. Barchangizga xayr do'stlar.